Konsertga tayyorgarlik jarayonida eng qiyin bo'lgan jarayon deymizmi, holat deymizmi, nima bo'ldi siz uchun? Rostini aytsam, вообще konsert berish bu oson emas. Bu haqiqiy xizmat, mehnat. Faqat meniki emas, общий komanda. Chunki hamma ishlagan, nech oy, почти yarim yil ishladikda. Masalan, dizaynerimiz Iroda Akzamxo'ja, balet bilan, Eli Mulukova bilan 1 yil точно birga bo'ldik. Mani muzikaliy prodyuser bilan Jamshid Gafarov, hamma muzikantlar, eshitdinglar qanaqa professional. Bu oson emas. Bu ko'p repetitsiyalar. Menimcha faqat men emas, hamma san'atkor kim